Ey, agar arvoh bo'lsang, nega faqat menga ko'rinyapsan? Bilmasam, ehtimol qiyomatli do'st bo'lganimiz uchundir. Ha? Ha, Esingdan men senga va'da bergandim. va'da? Xudo xolasa Dilnoza bilan seni baxtli qilaman deganmidim? Ha nima, unutdingmi? Yo'q. Esimda. Ey, agar arvoh bo'lsang, nega faqat menga ko'rinyapsan? Bilmasam, ehtimol qiyomatli do'st bo'lganimiz uchundir. Ha? Ha, Esingdan men senga va'da bergandim. va'da?